Assalomu alaykum, meni jajjigina kichkintoy do'stlarim va hurmatli onajonlar. Ekran oldiga yaqinroq o'tirib oldinglarmi? Men o'sha sizning pazandangiz bolalar taomnomasida uchrashib turibmiz. Bugun men sizlarga to'g'rirog'i biz sizlarga shirin kulchalarni tayyorlab beramiz. Bu shirin kulchalarni tayyorlashda menga yaqindan yordam beradigan oshpazlar va ovqatlanish mutaxassisini yonimga yordamga chaqiraman. Oshxonamizga xush kelibsizlar. Bugun bizning oshpazimiz Zilolaxon va bizning mutaxassisimiz Mohira opam. Xush ko'rdik oshxonamizda. Menga oldindan aytib qo'yganingiz uchun men ekran ortida o'tirgan bolajonlarga bu haqda og'iz ochib maqtanib ham qo'ydim. Shuning uchun men juda ham o'zim qiziqib ketyapman u bolalardan ko'ra qanday shirin kulchalar tayyorlab bermoqchisiz, ya'ni pechenyelar. Chunki bu yerda lavlagi ham turibdi. Men hayron qolyapman, sabzavotdan qanday pechenyelar tayyorlash mumkin? Bu juda qiziq jarayon bo'ladi hozir. Hamma hayron bo'lib qarab turgan bo'lsa kerak. Bu juda ajoyib, foydali pechenye chiqadi hozir. Qizimiz, oshpazimiz hozir tayyorlab ko'rsatadilar. Oshpazimiz ishni boshlayversinlar, biz esa ish jarayonida nimalarga foydali ekanligini bilib olamiz. Mohira opa siz bilan. Bizga bu pechenyeni tayyorlash uchun lavlagi, tuxum, sariyog', smetana, razrıhlitel va un kerak bo'ladi. Menimcha mana bu qoliplar ham kerak bo'ladi bizga. Albatta. Mana shu qoliplar yordamida pechenyemiz yana ham qiziqroq, yana ham ishtaha ochadigan va ajoyib chiqadi. Unday bo'lsa, oshpazimiz ishni boshlayversinlar. Siz esa Mohira opa bizga mana shu aynan lavlagi haqida tushuncha berib o'tsangiz. Lavlagi bu poliz ekinlarimizning malikasi hisoblanadi. Agar sabzi bilan solishtiradigan bo'lsangiz, bu lavlagini bolalar uchun juda ham ko'p, sabziga nisbatan ko'proq ahamiyati ko'proq borki, chunki lavlagi tez hazm bo'ladigan sabzi hisoblanadi. Zilolaxon bugun mana yana qo'shimcha mahsulotlarni ko'rib turibmiz. Siz qaysi biridan bugun foydalanmoqchisiz? Bugun kulchamiz yanada chiroyliroq chiqishi uchun qovoq urug'idan foydalanamiz. Bu ham foydali hisoblanadi. Uni ham xamir ichiga solamizmi yoki uni bezatish yordami bilan foydalanamizmi? Uni bezak sifatida foydalanamiz. Juda ham yaxshi. Bu bezak sifatida foydalanadilar, lekin bilasiz, bu juda ham bola organizmiga ahamiyatli mahsulot hisoblanadi qovoq urug'i. Buni ratsioniga ko'proq qo'shsak, biz maqsadga erishgan bo'lamiz. Chunki bu bolalardagi o'sha organizmda immunitetini ko'taradi. Ya'ni mana bu qovoq urug'imizda, qovoq urug'ining mag'zida juda ham foydasi ko'p moddalar mavjud. Unda masalan aytaylik magniy, temir, sink moddalari bo'lib, magniy bolani kayfiyatini ko'tarishga yordam qiladi. Sink bolani ko'zini ravshanlashtirishga, temir esa bolani immunitetini ko'paytirishga oshiradi. Katta foydasi bor. Bundan tashqari mana hozir lavlagidan qilyaptilar. Lavlagining o'zi bir necha xil turi mavjud. Lekin bu hozir qizil lavlagida qand moddasi ko'proq bo'lgani sababli hozirgi bizning tayyorlayotgan mahsulotga mana shakar ko'rmadim. Demak, bular shakar ishlatmoqchi emaslar. To'g'rimi Zilolaxon? Shakar ishlatmaymiz, chunki lavlagimizning o'zining shakari bor. Bolajonlarimiz juda shirin xo'rda, shirinni yetarmikan? Men o'ylayman yetadi, chunki shirinlikni ortiqcha miqdorda iste'mol qilish bu zarar hisoblanadi. Har bir narsani o'zini me'yorida iste'mol qilish kerak. Zilolaxon lavlagini mana ishlov berdilar, tozalab, mana blender ortdan chiqarmoqchilar suvni. Lavlagi bu shunaqangi bir sabzavot hisoblanadiki, uni foydali jihatlari ko'p. U oshqozonni ishlashiga juda katta yordam beradigan mineral moddalarga boy mahsulot. Ya'ni mana bolalarning ichi qotishi, ana o'shanaqa paytlarda mana shu lavlagi yordamga keladi. U mana shu yordam berish bo'yicha tez yordam turiga kiradi. Mana hozir suvni chiqardilar. Demak, biz xamirimizga lavlagini o'zini qirg'ichdan chiqarib emas, aynan sharbatini solamiz, a? Mohira opa, mana shunday shirinliklarni biz bolajonlarimizga kunning qaysi yarmida bersak ma'qulroq bo'ladi? Pazandaxon, savolingiz juda o'rinli. Bunday pechenye yoki kulchatoylarni
bolalarga ovqatni ko'proq iste'mol qiladigan mahalda bersa bo'ladi. Ya'ni bu tushlik paytida yoki tolma choyda yoki bo'lmasam kechki ovqatlanishda mahalida agar kulcha sifatida, non sifatida tayyorlasak, uni ovqat bilan qo'shib yeyish mumkin. Agar shirinlik sifatida tayyorlaydigan bo'lsak, uni shu ovqatdan keyin desert qilib yetsa ham bo'ladi. Mana bizni onalarimiz, buvilarimiz aytganki, ertalabki nonushtani o'zing yegin. Peshindigisini do'sting bilan birgalikda yegin. Lekin kechqurungi taomingni dushmaningga bergin deyishgan. Mana shu naqlga siz qanday qaraysiz va bolalarga bu naql o'rinlikmi? Bolalar hayotida bu naql ancha farq qilish kerak edi. Endi men ham agar o'sha zamonlarda bo'lganimda, o'sha maqol o'ylab chiqishayotganda mutaxassis sifatida o'zimni fikrimni bergan bo'lardim. Negaki bolalar bir kunda mana biz 3 mahal yo 4 mahal ovqatlansak, biz o'zimizni normamizni yeyishni bilamiz, to'yguncha yeymiz, to'g'rimi? O'zimizni nazorat qila olamiz. Lekin bolajonlar bu narsani hali yaxshi tushunishmaydi. Shuning uchun ularga tez-tez va oz-ozdan yedirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki oshqozon charchab qolish kerak emas, unga og'irlik qilish kerak emas. Bolalarning ovqatini kun davomida o'zimiz kattalar to'g'rilab, taqsimlab berishimiz kerak. Ya'ni uni xil-xilligi qilib, ertalabkisini, peshindagisini, keyin undan keyingi bo'ladigan mahallarini bolalarga to'g'ri taqsimlab, turini tanlab berishimiz kerak. Negaki bola o'sha quvvatini bir xil me'yorda olsa yaxshiroq bo'ladi. Chunki bola ko'p harakat qiladi, u kun davomida sakraydi, o'ynaydi, uni bu quvvati sarflanaveradi. Ha, bizdan ko'ra 2 barobar ko'proq harakat qilishadi bolalar. Bola organizmida bilasizmi, Pazandaxon, oshqozon juda muhim rol o'ynaydi. Mana oshqozon bolani shu kayfiyatiga ta'sir qiladi. Mana qorni og'rib qolsa lanj bo'ladi. Mana shu narsalarga bolada kam bo'lishini oldini olish maqsadida kunni shunaqa taqsimlash kerakki, mana ertalabki nonushtadan keyin 2 soatdan keyin masalan o'rtada birorta meva bilan bolani yana bir to'ldirib qo'ysak bo'ladi. Agar mevani biz ovqatdan oldin yoki ovqatga qo'shib yoki darrov o'sha ovqatdan keyin beradigan bo'lsak, uni mevani foydali jihati qolmaydi. Shuning uchun biz ana shu 1 soat ovqatdan oldin va 1 soat ovqatdan keyin mana shu paytlarini mo'ljallagan holda biz bilib turib shuni bolaga berishimiz kerak. Ana o'shanda mana shu meva ham o'z vazifasini to'g'ri amalga oshiradi va bola o'ziga kerakli bo'lgan narsani mana shu mevadan oladi. Xamirimiz ham ancha tayyor bo'lib qoldi. Endi bunga qorishmamizni qo'shamiz. Menimcha rangi bolajonlarimizga juda yoqsa kerak. Mana shunaqa deb o'ylayapman. Chunki bolajonlar yorqin ranglarni juda sevishadi. Biz yoshligimizda Pazandaxon mana shu lavlagini suvini shuna lavimizga surib, maqtanib, xursand bo'lib yurardik. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Qizil xamir tayyor bo'ldi. Qarang, qanaqa chiroyli. Juda chiroyli rang. Lavlagini o'zi bo'ldi qo'ydi yana. Endi buni zuvalarga bo'lib chiqasida. Mana bolajonlar, bizning xamirimizning rangi. Buni shundoq bo'laklarga bo'lib figurali yasasak ham bo'ladi. Mana siz o'zingiz bola deb tasavvur qiling-da. Mana hozir qaysi birini tanlagan bo'larsiz? Menmi? Mana shuni. Nima ekan bu? Bu oyoq kiyim. Qizchalarimiz bunga juda qiziqishadi. Demak, men boshlasam maylimi? Qizlarimiz juda pazanda bo'lishib, orzu qilishadi, bilsangiz agar. O'zimiz ham shunaqa bo'lganmiz. Mohira opa, agar eslasangiz, biz bolaligimizda qumlarga suv quyardik-da, ana undan keyin mana shunday har xil shakllarni yasar edik. Esingizdami? Xamir tayyorlab, uni chelak-chelaga solib, o'zimizcha o'shalardan shakllar qilib, to'g'ri aytasiz, men ham esimga tushib ketdi. Haligacha bolalarimiz shu o'yinlarni davom ettirishyapti, lekin hozir maxsus qumlar bor. Ular mana shunday har xil shakllarni bemalol yasashmoqda. Lekin mana hozir endi qum o'ynash hojati yo'q. Bolamiz ota-onalari bilan, onalari bilan, buvilari bilan mana xamir tayyorlab, mana shu ishlarni qoliplar yordamida uyda ham pazandaxon bo'lib tayyorlab, maza qilib ijod qilishadi. Ayniqsa katta stol atrofida birgalikda taom tayyorlab, shirinliklar tayyorlab,
har xil o'yinlar o'ylab topib, kim ko'proq pechenyelarni bu yaxshi bo'ldi, qoliplardan chiqarish. Ha. Ana undan keyin talashib tortishib uni yeyishni ayting. Bilasizmi, pazandaxonlarimiz mana shu pechenkalarni yasaganlarida aynan o'zlari qilgan pechenkani tanishadi. Shu bog'cha opalaridan yoki oshpaz opalarimizdan maqtov eshitishga tayyor bo'lib turishadi. Ular mana shu o'zlari tayyorlab, o'zlari yegan taomni haqiqatan siz aytgandek juda ham mazza qilib tanovul qilishadi. Onalarimiz bolalarni shunaqa ishlarga jalb qilishsa, menimcha bolalarimiz bundan faqat foyda olishadi. Bu nafaqat qizlar, o'g'il bolalar qilsa ham bo'ladi. Mana bunday bezatish ishlarini bemalol o'g'il bolalar qilsa bo'ladi. Bizning maxsus mashg'ulotlarimizda bolajonlarda shu o'g'il bolalar ko'proq qiziqishadi shu ishlarga. Qiz bolalardan ko'ra o'g'il bolalarda juda chiroyli chiqadi. Bu ham biron bir gulimizni turi, Bu chiroyli gul bolalar uchun juda qulay. Shunday qo'yamiz xamirni, qopqog'ini yopamiz. Tayyor figura chiqdi. Bilasizmi, Pazandaxon, bu jarayon bolalarda mayda motorika, ya'ni qo'l motorikasini rivojlantirishga ham juda ahamiyati katta. Ha. Mana pechenyelarimizni patnisi to'ldi. Endi bolajonlarimizga va'da qilganimizdek, Mohira opa, kulchalarni ham tayyorlashimiz kerak-a? Albatta, Zilolaxon, kulchalar tayyorlaymizmi? Albatta. bu sahal murakkabroq pechenkadan, lekin qiziqarli. Buni bolajonlar bemalol o'zlari qila oladilar. Bemalol. Bolalarga qiyin joyi yo'q. Qiyin joy. Chunki bu pichoqlarimizni bolalar ishlatsa bo'ladi, a? Albatta, bu yelim pichoq. Endi bolalar buni o'zlarining ixtiyoriy, o'zlari qanaqa yegilari kelsa, Ha, nimani ko'rishni istasalar. nonni qanday tasavvur qilsalar, o'shanda yasasalar ham bo'ladi. Hattoki bundan bemalol ayiqcha, quyoncha, chuk, zebra, ilon, xohlagan ixtiyoriy ijodlarini qilsalar Ha. bo'ladi. Mana kulchalarimiz ham tayyor bo'ldi. Agar qovoq urug'i bo'lmasa, nima bu ishlatish sharoitida mumkin? sedana yoki mana shu kunjut urug'laridan foydalansa bo'ladi. Bo'ladi. Mana. Bu oddiy pishiriq emas, foydali, sog'lom pishiriq. Ha, sog'lom pishiriq bu. Ana endi bularni issiq xonamizga joylashtirsak. Demak, Zilolaxon, issiq xonamizda necha minut turadi? Pechenyelarimiz 15-20 daqiqadan keyin olsak bo'ladi. Aha, 15-20 daqiqada bizga Mohira opam boshchiliklarida sharbat tayyorlanadi. Pazandaxon, siz qanday sharbatlarni yaxshi ko'rasiz? To'g'risini aytaymi? Shu ekran ortidagi bolajonlarimiz quloqlarini yopib turishsa, men Mohira opamga aytardim. Mohira opa, to'g'rirog'i men gazli ichimliklarni xush ko'raman. Yaxshi emas, gazli ichimliklar zarar. Men o'ylaymanki, endi katta odam uchun bu u qadar zarar bo'lmasa-da, bolalarimiz uchun bu zararli hisoblanadi. Shuning uchun bolalarimizga bu narsani maslahat bermaymiz. O'sib kelayotgan, ulg'ayayotgan bolalarga gazli ichimliklar ichish mumkin emas. Lekin bugun siz aytdingizki, men juda ham bolalarimizga foydali bo'ladigan sharbatni tayyorlayman. Sizga ham bu yoqib qoladi va buni albatta o'zingiz uyda tayyorlab ichasiz dedingiz. Qanday sharbat? Mana men sizga turli mevalardan sharbat ko'rsatib berishimiz mumkin, lekin biz aynan mana shu bolalar uchun foydali bo'lgan Hozirgi quruq mevalar bo'lsa-da, lekin ularning foydasi ko'p bo'lgani uchun mana shu quruq mevalardan sharbat ko'rsatib bermoqchimiz. Mana shu yerda turgan hozir mahsulotlar ichida biz bolajonlarimizga mana bu klukva sharbati mevasidan tayyorlangan, bu quritilgan desa ham bo'ladi va quyultirilgan desa ham bo'ladi. Chunki buni shakari o'zida bo'lganligi sababli o'zini shirasiga bu qorishtirilgan desa ham bo'ladi. Buni zararli joyi yo'q. Buni demoqchimanki, o'zini ham yeb yursa bo'ladi, lekin uni sharbat sifatida beradigan bo'lsak, bola maza qilib ichadi. Bundan tashqari yana mana sharbatimizga qo'shimcha qilib namatak quruq mevasidan ham foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ikkala quruq mevamiz juda ham vitamin C ga boy mahsulot hisoblanadi va bu eng yaxshi, eng ishonchli himoya hisoblanadi. Hozir Zilolaxon mevalarimizni chayib olib keladilar. Idishchaga solib sharbatimizni boshlaymiz. Mana klukvani agarda bir me'yorda solsak, namataki shundan 2 barobar kamroq solamiz. Nima uchun?
Bu klukvini sharbat bo'lishi kerak bizda. Namatak bu qo'shimcha hisoblanadi. Qo'shimcha Shuning uchun, hisoblanadi. ha, bir xil me'yorda solish shart emas. Mohir opa, sharbatimizga shakar solamizmi? Shakar solishimiz kerak, lekin men hozirgi paytda uy sharoitida hamma uyda o'tirganda novot solishni tavsiya qilgan bo'lardim. Novot ham bolajonlarimga issiqlik, keyin u bir marta ishlov berilgan, qorinni oritmaydi. Endi shakar ham oritmaydi-yu, lekin baribir novotni shu yerda novotni Yaxshiroq qilgan bo'lardim. bolalarimizga. Quritilgan mevalarni Qozonchaga solamiz. qozonchaga solamiz. Hozir aytganimdek, novot solamiz. Endi olovga qo'yamiz. Demak, sharbatimiz 10-15 daqiqalarda tayyor bo'ladi, to'g'rimi? Mana hozir sharbatimiz qaynab chiqqandan keyin o'chiramiz va 60 gradusgacha sovutib, uni mevalardan ajratib olamiz. Uni o'sha idishchaga solib, bolalarimizga quyib berib ichirishimiz mumkin. Bola bemalol kun ichishlari davomida mumkin bo'ladi. chanqaganida berib turishimiz yaxshi bo'ladi. Mohir opa, men hididan sezyapmanki, menimcha pechenyelarimiz tayyor. Mana bu jarayonni menimcha bolajonlarimiz juda a'lo darajada bajarsa kerak, to'g'rimi? Biz uyimizda 8 ta qiz bo'lganmiz. Adam kelishlari bilan hammamiz eshikdan yugurib chiqib, kim nima ish qilganini aytib berardik. Chaqma-chaqalik ham qilardim-da. Yo'q, unchalik emas, o'zimizni ishlarimizni aytardik. Mana oxirgi kulchamizga ham shakarli sharbat qiyomimizni surib chiqdik. Aynan shu paytda bizni sharbatimiz ham tayyor bo'ldi. Klukva va namatakli sharbatimiz. Unday bo'lsa, idishlarga sharbatni quyamiz. Men esa pechenyeni tatib ko'rsam maylimi? Mayli emas, tatib ko'rishimiz shart. Shart. Demak, o'zim tayyorlagan. Va bolajonlarimizga qanday vaziyat istaganingizda Juda ham zo'r. Yumshoq. Demak, bu taomlarni ular kunning xohlagan mahali iste'mol qilishlari mumkin. Mana bu sharbatimiz juda ham shirin chiqibdi, Zilolaxon. Pechenyelarimiz undan-da shirin. Shuning uchun men sizlarga nima deyman? Jajji kichkintoy do'stlarim, onajoningiz bilan birgalikda biz tayyorlagan taomlarni, shirinliklarni va sharbatlarni uyingizda tayyorlang.